Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün yanıla Ebu Ja'far'ıl Mansur'dan keyinki, yani Abbasilarning 3-chi halifasi Mahdining hayoti bilan tanishib chiqamiz. Bugün inşallah Mahdining hayoti shunday bilan oxirlashadi. Hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ism chiqqan vaqtida Mahdining kamtarligi, o'zini oyati tuvan tutish haqida İbrahim ibn Nafi'dan senetlik rivayet kılınan bir mezmunda Basirlik bir türküm kişiler Basir'nin ma'lum bir iriq üstüne detalaş qilib qaptı. Şolan bu adam depti hamda zemin Allah'ның bizim qo'limizda bo'lgan bilan musulmonlarning manfaati uchun ishlatamiz. Agarda o zemindan ilim sitim bo'lmagan zeminli bo'lsa, uninki pullari umumyüzlik musulmonlarningki manfaatiga ishlatamiz. Hammalarga o'rtaq mulk bu. Hech bir odamniki bunga tish patmaydi degan gapni qilibdi. Shuna bu detalash qilgan bu odamlar mundaq debdi. Bu o'stangni bizga payg'ambarimizning hukmi bilan bizga qoldirilgan. Chunki payg'ambarimiz hadisida kim bir o'lik zeminni ihyo qilsa, hech kimning egisi yo'q masalan, tashlandiq yerlarni masalan, jangallarni, sasliqlarni demakda, qumliq yerlarni o'z parvish qilib, yani ko'klitib, gullantirib qilgan bo'lsa, bu yer shu odamning degan, bu yer asli bu o'lik zemin bu deb shundaq debdi. Mahdi darhol payg'ambarimizning ismi chiqqandan keyin mag'zini to'pilog'i surkab mag'zini yerga yiqib choplab ketibdi-da, kamtarlik holatda. Shundan odam dediki, payg'ambarimizning gapini qilgandikilar, men shu gapni anglagandikilar darhol anglab bo'ysundim. Ondan yana qaytlab mundaq dedi. Bu zemin deydi. Agar navoda o'lik zemin bo'lib qolsa, men uningga tishim patmaydi deydi. Ammo lekin bu etrafida, bütün etrafida suv tursa, qandaymi bu o'lik zemin bo'ladi? Agar bular buning dalil isbot turg'iza olsa, men bularning gapiga qo'shilaman degan. Endi suv iriq o'stan bo'lishi cho'qim bu ya o'lik zemin emas. Bu ma'lum davrda davlat tarafidan yoki ma'lum xalqlar tarafidan bu ihyo qilingan ya. Shuning uchun buning atrofida suv bo'ladi, iriq o'stan bo'ladi demoqchi. Endi İmam Asmaiydan rivoyat qilingan bir sanatlik rivoyatda bu kishi deydi, Mahdining Basraning munbarlarida mundaq deganligini anglagan edim dedi. Alloh taolo sizlarni bir ish buyurdi, ammo lekin u ishni avval o'zi qildi. O'zi qilishdan boshladi. Ikkinchilab farishtalardan boshladi. U bo'lsa astag'firullah, haqiqatan Alloh, ya'ni o'zi birinchi bo'libdi. Ikkinchisi farishtalar dedi. Payg'ambarga rahmat o'qiydi, durud o'qiydi. Bu oyatning oxiri sizlar durud o'qinglar degan oyatda. Yani bu durud o'qish haqida hamda bu yerda bütün payg'ambarlar ichidan payg'ambarimizni bu yerda xos alohida gavdlantirib, bir farqlantirib, xos muomala qildi dedi. Uningdan boshqa bütün ummatlar ichidan sizlarni yani ayrim xos bir xususiyatlar bu yerda mukofotladi dedi. Bu Mahdininki tushunchasi hamda. Demişim şundaq. Bütün peygamberler ichidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam durud salom yo'llash xoslashtirilgan. Bütün ümmetler ichidan Bani İsrail ve bunun burunqi qavmlar ichidan mush payg'ambar ummatninki durud o'qishi xoslashtirilgan. Payg'ambarga durud o'qishi. Hamda İmam Suyuti deydi, mana mush gapni, mush yakunni tunji bo'lib o'ttirib qo'ygan odam xutbada Mahdi idi dedi. Mana xutbalar, xatiblar hozirga qadar, bugunga qadar mush ishni yo'l qo'yib davomlashtirib keldi degan. Hatta bu Jaloliddin Suyutining davri 8-asr, 9-asr, 10-asr, 9-asrlar, 10-asrda yashagan odam bu. Bizning hijriya kalendari bo'yicha biz hozir 15-asrningki o'ttirlarida yashayapmizda. Bundaqda hozirga qadar davom etyapti. Juma kuni har qanday xutbada imom shuni o'qiydi cho'qim. Endi bu odam o'lib ketgan vaqtida Abul Atahiyya degan bu shu vaqtdagi Abbosiylarning shoiri
bu adam she'r o'qib bundoq degan ekan. Shu vaqtida bu odamniki shu hamda shu harabxonasiniki gumbazlar ustiga musuh deymiz, bunda shu vaqtdagi qimmatbaholik bunda jung raxtlar ortilgan ekan, eslagan ekan. Shuningda hamda bu shuni qarab, hamda mush tuvandagi she'rni o'qigan deydi Abulay Tahiyani. Alı bulmaç raxtlar ustida mengishdi ular deydi. Ya'ni uning ustida shu raxtlar ortildi degan mazmunda. Her qandaq davrdagi bunda egiz taqashqidek odamlarning bir kun taqishdigan, ya'ni üstüydigan bir kuni bo'ladi, yiqildigan kuni bo'ladi demoqchi. Agar sen qancha ömür ko'rsangmi, sen mangu baqiy emassan. Nuhdak ömür ko'rsangmi dedi. Ey miskin bechora, agar yig'lay olsang, sen o'zingning nafsiga yig'lab baq hozir degan she'rni o'qigan. Endi Mahdininki o'z rivoyat qilgan bir qism hadislarning bayoni haqida. Imom Suvliyning deyishicha, menga Ahmad ibn Muhammad ibn Salih at-Tammar hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishiga Yahya ibn Muhammad al-Qurshi, bu kishiga Ahmad ibn Hisham, bu kishiga Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muslim al-Madaini degan kishi. Bu o'zi ishonchli rastli odam ekan. Bu odam deydi hamda Mahdining mundoq deganligini anglagan odam xutbada deydi. Xutbada so'zlab Mahdi mundoq debdi-da, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Hamda Shu'ba Ali ibn Zayd'dan, bu kishi Abi Nazradan, bu kishi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu degan sahobadan hadis rivoyat qilib, bu sahoba deydi, bizga payg'ambar alayhisolatu vassalam asr vaqtidan Sham kun patqichilik bo'lgan oraliqda bizga nutq so'zlab bergan, so'zlagan dedi. Bu xutbani yodlab olganlar unutib qoldi dedi. Bu xutbaning biri ta'sirlik, ikkinchidan ko'p vaqt uzun bo'lgan xutba bo'lgan demoqchi bo'lsa kerak. Payg'ambarimiz shu vaqtida shunday deganda, diqqat qilinglar dedi. Dunyo o'z yeshil, tatliq narsa dunyo degan. Adamning voz kechgisi kelmaydi demoqchi-da. Bu hadis qilib uzun hadis, ya'ni mush hadisni Mahdi rivoyat qilgan demoqchi. Bir sanatlik holatda. Ya'ni Imom Suvli deydi, bizga Ishaq ibn Ibrahim al-Qazzaz, bu kishiga Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib ibn Shahid, bu kishi deydi, menga Abu Yaqub ibn Habs al-Khattabi rivoyat hadis so'zlab bergan. Mahdining mundoq deganligini anglagan edim. Mahdi deydi, menga dadasidan, cho'ng dadam Ali ibn Abdullah ibn Abbasdan, bu kishi dadasi yana Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilgan ekan. Bular cho'ng bova, navir chavirlar rivoyat qilyapti bu hadisni. Ajamlardan bir guruh, ajamlar yani Arablardan g'ayri bir kishilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzuriga kelib dedi, ular saqallarini bak tigidan qirqiydigan, ammo burtlarini qo'yib turadigan odam ekan dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki, mavlaga qarshi ish qilinglar, saqlinglarni qo'yib turinglar, burtinglarni qirqinglar degan. Endi bu yerdagi burutni qirqish deganning endi doirasi qanchalik deganda, mush kalpukning eshib ketganini elib o'tamiz burutniki. Mahdi o'zining qo'lini ay kalpukning yuqori tarafiga bunda qo'yib ishorat qilib ko'rsatgan dedi. Mush hadisni Mahdi o'zi rivoyat qilgan va amaliyotida shu yerda ko'rsatib bergan. Mansur ibn Muzahim, Muhammad ibn Yahya ibn Hamza bular shunday dedi. Bular Yahya ibn Hamzadan rivoyat qilib, bizga Mahdi Sham namozini o'qib berib, Bismillahirrohmanirrohim ni oshkor o'qigan. Biz Hanifi mazhabda maxfiy o'qiymiz namozda. Masalan, xutban bomdod Sham namozi o'qisak, bismillahni ichimizda deb o'tib, ondan so'ng Fatihani boshlaymiz. Dedim men, ey Amirul Mu'minin, nima bu desam, menga dadasidan, cho'ng dadasidan Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilib hadis so'zlab bergan dedi. Payg'ambar alayhisalom Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qigan ekan. Mahdiga dedimki, undaqda biz buni sendan asar subti saqlab qolamdik, ya'ni hadis shaklida saqlab qolsak bo'lamdi deganda, ha deb shunaq degan. Endi Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi dedi, bu hadis sanatlik dedi. O'tirib tushib qolgan odam yo'q, undaq sahih hadis bu. Lekin men Mahdining bu so'zini yoki Mahdining dadisining bu hadisini hech kimning dalil isbot o'rnida ishlatganligini bilmayman hukmda, shar'iy hukmda. Chunki
Bu hadisni Muhammad ibn Velid degan Bani Hashimning bu azatgardisi bo'lgan qul bu Muhammad ibn Velid yolg'iz rivoyat qilgan. İbn Adi deydi, bu hadisni bu adam hadisda qo'ydigan adam edi deydi. Ammo Jaloliddin Suyuti deydi, men deyman, bu hadis yolg'iz emas, yegona emas. Belki bu hadisning uningdan boshqa ergashma rivoyatlari bor deydi. Yani undaqda hadisning ergashma rivoyatlari bo'lsa, bu hadis yana bir sanatdan uydurma, yolg'on, sifatlik sanatlar rivoyat qilingan bo'lsa, o hadisning şahitleri yoki uningdan boshqa ergashma hadislar bo'lsa, shunga o'xshaydigan, ya'ni boshqa mazmundan rivoyat qilingan, ya shu ma'noda rivoyat qilingan, undaqda bu hadis yana sahihlik darajasiga ko'tarilgan holatlar bo'ladi. Hamda bu yerda bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Bismillahirrohmanirrohimni jariy namozni biz oshkor o'qamdoq deganda, buni oshkor o'qsaqmi bo'ladi, oshkor o'qimasaqmi bo'ladi. Imkon bor. Shu vatandagi shu birlik asosini saqlagan holatda shu vatanda qo'llanib kelgan jariy o'qimaydigan, maxfiy o'qiydigan shaklni tanlaganimizmi afzal. Chunki ikkalasi sunnatda yo'lliq. Shunga haramda Madinada Vazayfi, haramning bosh imomi, bu odam namoz o'qigan vaqtida ko'pincha maxfiy o'qiydi. Bismillahni shu ishni o'tib, ondan sura Fatihani boshlaydi. Ammo ba'zi holatda oshkorim o'qib qo'ydi Bismillahni. Demek bu adam ishkili hadisninki ma'lum darajada aralashtirib amal qilganligini ko'rsatib qo'ymoqchi bu jihatda. Endi Mahdining davrida o'lib ketgan mashhurlardan, buyuklardan Shu'ba degan zot. Shu'ba bo'lsa ismi kunyasi Abu Bastam nomi bilan mashhur kunyasi. Ammo ismi Shu'ba ibn Hajjaj ibn Ward. Bu Buxoriy darsida ko'p zikr qilindi. Bu adam Hicriye 85. yıl tug'ilib 160. yılı ölüp ketgan. Bu o'zi tabiinlardan, Basirning ayni vaqtdagi dağınıq ulamolardan bo'ladi. Bu Basirda tug'an kichik vaqtdan tortib shu Basirda o'lib ketgan. Sahobalardan masalan Anas ibn Malik bilan uchrashgan, ko'rgan. Bu tabiinlardan masalan to'yizdak tabiinlardan hadis anglagan deyildi. İlim o'rgangan demakchi-da undaqda. Hatta Hasanul Basri bilan uchrashib, Hasanul Basri'dimi bu adam ilim tahsil qilgan. O'zingi dastlabki vaqtlarda hamda mush arab tili, arab adabiyotiga bakrak ko'ngil bo'lgan bo'lib, bu jihatda xil ma'lum darajada utuq qozongandan keyin mush hadis ilmiga bir xil ishtiyoq bog'lab, hadis ilmida xil utuq qozongan. Shunga buni İslami şair deb münasibət bərsəkmi bo'ladi bu adamni. Bunisiga bu adam xili mard, sehi adam ki. Bir kunsi bizon bir ishki vakan eshakka minib ketib olsa, Sulaymon ibn Mughira degan bir adam uchrashib, o'zining qo'lining qisqaligi, kambag'alligini bayon qilgan vaqtida, "Mush eshkamdan boshqa narsam yo'q. Bo'pti" deb tushiblar, mush eshakni tutqizib qo'ygan deydi. Shu eshakni 16 dirhamga setibdi ekan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida, masalan, Sufyon Savriylar hadis ilmida podshoh degan, mu'minlar podshoh, ya'ni podshoh hadis ilmida degan sifatlarni bergan. Hatto Ahmad ibn Hanbal qatorliq ulamolar o'z hadis ilmida o'z zamonasida Sho'bidek odam yo'q, buningdek go'zal hadis rivoyat qilgan odam yo'q degan bo'lsa, boshqa ulamolar o'z zamonasidagi ulamolarning beshi sardori degan. Onundan başka büyük meşhurlardan İbn Abi Ze'b degan kishi, ismi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Mughira. Özü bu kishimi muhaddislardan hadis rivoyat qilgan tabiin. Hicriye 80. yılı tug'ilib 159. yılı o'lib ketgan bu odammi. Bu kishimi xili ko'p tabiinlar bilan uchrashgan, masalan, Ikrama deymiz, Said ibn Maqburi, Shurahbil ibn Sa'd, Imom Muhammad ibn Muslim Shihab az-Zuhri deymiz, qatorliq mashhurlar bilan uchrashgan. Bu adamның büyük şagirdleri mesela Abdullah ibn Mübarek, Türkmenistonlik. Yahya ibn Qattan deymiz. Mush kishlar. Hatta İmam Ahmad bu kishi baho bergan vaqtida Ibn Abi Ze'b Said ibn Musayyibga o'xshaydi deb shunaq degan. İmam Malik'dimi afzal odam edi deb sifatlaganda bu odamni. Chunki Imom Voqida o'z zamonasidagi eng taqvolari deb sifatlagan bo'lsa-mu, ama bu adamni bunda taqdirchilik jihatda ayblangan ekan.
albatta unda taqdirchilik, aqidada taqdirchilik prinsipida emas ekan. Hamda fitna basatdan xoli bo'lmaganda shu jihatda ayb uchirgan ekan. Bo'lmasa ko'pincha kechalar namoz o'qiydigan, ibodat tirishadigan mushundaq odam ekan. Bundan boshqa nihoyatda keskin irodasi nihoyatda himmat yuqori. O'zing o'ylig'ini haqni haq deb vaqtida haqni ko'ngilni yap emas, udil diyalaydigan bundaq mag'ambar odam emas ekanda. Onundan boshqa buyuk allomalardan Sufyan degan kishi. Bu Sufyan asli Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Savri nomi bilan mashhur. 97-yil hijriyaniki shu vaqt tug'ilib 161-yil o'lib ketgan. O'zi ko'pida yashagan ko'plik faqih. Ayni vaqtdagi shu musulmon zoidlarniki beshi bo'ladi. Hadis ilmida peshva. Tabiiy tabiiylardan. Ayni vaqtida bu odamning mazhab bo'lgan, hozirgidek mesela İmam Azam, İmam Ebu Hanife mazhabi degan o'xshash, mazhab Sufyan mazhabi, Shafiy mazhabi o'xshash bu odamning mazhabi bo'lgan. Hatto hijriy 7-asrga qadar bu mazhablar davom etgan. Ammo lekin shu shogirdlari yoki bu mazhab ko'ngil bildiganlarniki ma'lum bir bo'shonliqi tufaylidan Sufyanniki mazhabi oxirgi mezgilda yo'qolib ketgan. Hamda Sufyan Savri hamda ko'pida yashagan vaqtida shu yerda nurg'un ulamolarni ustoz tutib, shu yerda o'qib, o'z davriniki zamonida cho'ng bir katta olim aylangan. Hamda Abu Ja'far al-Mansur va undan keyingi mesela hozirgi o'g'li Mahdi'ninki zamonida bir qozi bo'lib bersin deb talab qilgan bo'lsa-mu, bu odam qochib, bu qozi bo'lmagan bu odam. Hatto bu ikki xalifa bu ochiqlab shu qo'g'lab menimcha bizning gapimizni anglamaydi deb qilsa-mu, bu odam maxfiy yo'shirin basirda o'lib ketgan. Demak, endi bu shundoq o'limolar amal mansabdan qochadi ayni vaqtida. Uningdan boshqa buyuk allomalardan Ibrohim ibn Adham degan kishi. Bu ahli sunniy vel jamoat firqasidagi musulmonlarning buyuk ulamosi bo'ladi, zoid bo'ladi. Bu odamniki asli yurti bugungi Afg'onistonniki Balaxdan. Asli bu odamniki kelib chiqishi Balaxda, bugungi Afg'onistonda bir bagning, bir podshoning bolasi ayni vaqtida. Bir o'g'lashga chiqibdi-da, o'g'liga chiqib bir tulkini qo'zg'ab qo'yapti. Shu tulkining keyinda minibdi-da. Shu jarayonda hamda bir ko'ngliga bir ovoz kelganmi yoki bir ko'ngliga ayon bo'lganmi, sen bunday ishqa yoritilmadan bunday o'xshash ishqa degandan keyin darhol o'ziniki ulg'idan tushib dadasininki qo'yni boqadigan Madikaga ushqishib qolibdi-da shu jarayonda. Onun açtı kiyimini saldırıp kiyip, özün kıymet bahalık kiyimlerini, otlarını onun tutkuzup koyup, hatta şu dünyanı, terk dünya bulup bu adam zahitlik yolu mangan. Mekke'ye çıkıp, şu Mekke'ye gelip, Sufyan Savri deyimiz bayatın gibi kıygan. Fuzeyl ibn İyaz deyimiz Katarlık en devirdeki zahitlarınki huzurda ders öğrenip, şulardan edep kaydı yosun öğrenge. Keyingi mezgilda shu Sham diyoriga kirib, Shamda yashagan. Bu odam uning ustiga o'zi hunar qilib, shu o'ziniki hunaridan topgan pulni xarjlaydigan odam ekan. Bu odamning mashhur so'zlaridan o'zingning yemak ichmakingni haloldan pok yig'ib qilsang, sen kechida, kunduzda ro'za tutib, kechasi qiyomda turmasangmi, sana shu yetidi. Kerak yo'q degan ekan. Demakchi bu odam nuqul ibodatdan bu sulukiyat tarafni, istili tarafni, halol haromlik bunda yemek içmek meselesiga bakrak ahamiyat berishni tavsiya qilgan. Demişim nihoyat o'rinliq. Bu odamniki yana mashhur hikmatlardan sen nimishqi kishilar bilan ko'p bunda munosabat qilib, o'rlashib yashamaysan desa, bu odam mundaq bir javob bergan ekan. Men o'zimdan tuvarak tabaqadagi odamlar aralatsam, menga o'zing nadonlik bilan azor berdi debdi. Agar mendan yuqori tabaqadagi odamlar bilan aralashib muomala qilsam, ular menga mug'ambarlik, kibrlik qiladi debdi. Agar men o'zim bilan tangtush barobar yo'sindagi odamlar bilan muomala qilsam, menga hasad qiladi debdi. Shuning uchun men hamroh bo'lsam zerikmaydigan, malollik yetmaydigan, davomli izchil holatda
münasibət üzülməydigan, g'ariblik his qilmaydigan zot bilan mashg'ul bo'ldim degan. U bo'lsin Alloh. Bu odamning yana bir so'zi haqiqiy taqvolik qanday kamolatga yetadi degan vaqtida qalbingda hamma insonlarni o'xshash ko'rishing kerak. Ularning aybi bilan mashg'ul bo'lmasliging kerak. Onundan boshqa o'zining qalbingda nihoyatda qalbingni xor, nafsingni xor tutgan holatda o'zining gunohingni o'ylab Allohga go'zal yelinishing kerak dedi, go'zal so'zlarni qilib. Bundan boshqa Allohga tövbe qilgan vaqtingda qalbingda taqvolik unib o'ynaydi. Tamaxurlikni tark etgan vaqtingda taqvolik ziyodlab oshidi degan. Tamaxurlik faqat Allohdan tamoq qilsak bo'ladi, Allohning g'ayridan tamoq qilishga bo'lmaydi demoqchi-da bu yerdan. Bu odam oxirgi mezgilida Hijriyaning 162-yili Suriyaniki dengiz yaqinlari tarafda Bizantiya bilan bo'lgan urushda shu yerda o'lib ketgan ekan. Mana mujohid holatida shu urushda chegara qo'g'ilgan holatda o'lib ketgan ekan bu odam. Bugungi kunda bu masjid Suriyada bor. Hamda Mahdi davrida o'lib ketgan yana bir buyuklardan Davud Toyi degan kishi. Bu odam Hijriya 165, milodiya 781-yili o'lib ketgan. İsmi Davud ibn Nusayr Toyi deymiz. Yani Tay qabilesinden. Bu meşhur Araplardaki meşhur adil, sehi mert Hatim Toyi degan şu qabileden bo'ladi bu adam. Asli tigi bu adamniki kelib chiqishi Xurasandan, Afg'oniston tarafdan ekan. Ko'pida tug'ilgan, shu Bag'dodlarda mesela İmam Ebu Hanifada o'qigan, ko'plarda yashab, lekin kishilar bilan ko'p munosabat qilmagan ekan. O'lib ketkichlik mushu ibodat bilan zoyatlik bilan shug'ullangan ekan. Odamning mushu zoyatlik, taqvolikni sifatlab shu davrdagi zamondoshlaridan biri, agar Davud qadimgi Bani Isroilga burungi qavmlarda yashagan bo'lsa, u bizga bunda qissa bo'lib keladi buning hayoti deb shunday tasvirlagan ekan bu odamni. Hamda dadasidan 20 dinar pul meros qolib ketgan. Shu 20 dinar pulni 20 yil yegan dedi bu odam. Yani meşhurlardan Beşar ibn Berd el-Uqayli degan kishi. Hijriya 96-yil tug'ilib 168-yil o'lib ketgan Mahdining davrida. Bu mu shu davrdagi shu tabiiy talantliq shoirlardan. U shoir bo'liblar, odatli shoir emas, butun shoirlarning shoiri, imomi deb atalganda bu odam. Bu chunki Umayylar davrini, Abbosiylar davrini tang ikki davrda yashagan bu. O'zi amo ekan tug'ilgan vaqtida. Lekin shu shoirlik jihatda shu davrniki nihoyatda buyuk yutuqlardan bo'lgan ekan. Ammo bu odamniki bir tarafi hamda sal ko'rinishi biroz yiqimsizroq, sal sartrak demdoq hamda shundoq ekan. Hamda masalan ba'zilarga bir narsa be'magan odamlarni hajv qildi ekanda, shu podshohlarni emasdan shu vaqtdagi cho'ng boylarni. Sal ochiq maroq huzur halovatga bakrak omroq ekan bu odam. Qalbi kuchli, shijoatli odam ekanda. Shuni hamda buni Mahdi o'ltirayotgan ekan. Buni zindiq deb ayblab shu davrda. Chunki xalifa Mahdini maqtagandan keyin bunga bir narsa bermabdi. Bu ochiqlab shu vaqtida 2 beyt o'qigan ekan. Shu 2 beytda buni hamda shu tilgan bir ayblik ishganda hamda bu she'rda Umayylarniki xilofatini biroz maqtab, bu Abbosiylarni bo'lib Mahdiniki xilofatini biroz ayblagan ekan. Buni masalan ey Bani Umayya jiq uxlab ketdinglar, uyg'uningni qo'panglar. Debslarning xilofatingni jiq uzun yo'qolib ketdi, izlab tepinglar. Bu hozirgi bu xalifalar shu nevilar muzik bilan tarang bilan yashab ketadi deb shu daqdumbaqning gapini aytib ajib qilgan ekanda, shuni olib bu xalifaning ochiq kelib zinda deb sifatlab buni o'ltirayotgan ekan. Buni ham shu 70 qamchi urib, shu qamchini ko'tarolmay o'lib ketgan deyiladi. Ondan başqa meşhur büyüklerden Hammad ibn Salama öz davridagi meşhur muhaddislardan, hadisshunoslardan bo'ladi. İmam Zahibi rahmetullohi alayhi bu odamniki tarjimonini sifatlagan vaqtida islomning shayxi, ulgulik imom, grammatikunshunos degan sifatlarni bergan. Bu kishimi 167-yil hijriya 76 yoshda o'lib ketgan. O'zining davridagi nihoyatda ko'p hadislarni rivoyat qilgan, ko'p shogirdlarni tarbiyalagan büyüklerdir. Mesela Abdullah ibn Mübarek'le müşedemdeki şagirdler bo'ladi undaqda.
Yana bir büyük meşhurlardan İbrahim ibn Tahman degan zat. Bu kishi milodiya 784-yil o'lib ketgan. Ebu Said kunyasi bilan mashhur. O'zi Haraviylikkan, Haraviy hozirgi Heratda, shu Afg'onistonning Herat shahri. Bu shu Afg'onistondagi Xurosondagi büyük hadis olimlariniki biri bo'ladi. Bu odam Nishapurdagi Mekkelarda yashagan ekan. Bu odam tug'ilishda Heratda tug'ilib, Nishapurga kelib, Bag'dodga kelib, keyin Mekkada turib o'lib ketishlik shu Mekkada yashagan. Bu odamning nurg'un shogirdlari masalan Amash deymiz, Ayyub Sexityani deymiz, Sufyan Savri deymiz. Bular ustozlar bo'ladi. Shogirdlar masalan Abdullah ibn Muborak deymiz. Yani bu ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan bahoni berish bilan birga Xurosondagi shu hadisshunoslarning ichida eng ulug'vor nabil odam degan sifatni bergan. Bu odamniki Mashihat ibn Tahman nomli kitobi bor, hozir bu mashhur bor kitob besilgan. Yani bir büyük meşhurlardan Halil ibn Ahmed. Bu adam Hicriye 100 yılı doğulup 170 yılı ölüp ketken. Bunun asli ismi Halil ibn Ahmed ibn Amr el-Farahidi Ezni namıyla meşhur. Özü şu devirdeki şair, Arap grammatikistiki büyük, Besir'de yaşayan bu adam. Arap edebiyatıda, Arap til ilmida, tilşünaslıkta mutlaq imam degan nom bilan ataladi. Chunki hozirgi shu şeriyat ilmi va masalan şeriyat ilmininki bir qofiya shakli va masalan mafailun deydigan. Shu qofiya ilmining asosini yaratgan odam bu. Bu odam ayni vaqtida hamda shu musiqashunoslik bilan mashhur ekan. Shu musiqa tadqiqoti bilan shug'ullangan ekan. Arab tili haqida masalan buning shogirdlari bek ko'p. Masalan Imom Sibaviy deydigan bir odam bor. Hozirgi arab tili grammatikasniki piri bo'ladi. Sibaviy adamning shogirdi bo'ladi. Kisai deymiz. Ondan boshqa shu ayni davrdagi mashhur arab adabiyotida, arab tilshunoslikdagi buyuklar hammasi adamga murojaat qilindi bu jihatda. Endi bunda tilshunoslik adabiyot bilan shug'ullanganligiga qaramay, endi bu odam o'z davrida taqvo, zoid o'tgan ekan. Endi bu tilshunoslik bilan shug'ullangan ulamolar ichida buningdek bunda axloqi esil, ro'y sop, suzuk bundaq odam uchramaydi deydi Halildek. Bu odam shu o'z davrida hem o'tmishda hem bundan keyin bütün lug'atshunoslik ilmida shu har qandig'ining bir farqli holatda bir ustozi bo'ladi bu odam. Shu davrdagi bu odamningki shogirdi Nazrat ibn Shumayl degan odam shunday degan ekan. Hamda Halil Basrda kichik bir kapıdak uyda yashaydi deydi. Bir mo'cham pulga qudrat yetmay. Ammo buning qo'lida o'qigan o'quvchilar o'qigan ilm orqali biyib ketgan deydi. Bu dunyo misal tanishilmagan. Nima ish qilgan vaqtida bir vaqt deganda hamda bir tilshunoslik, bir adabiyot, bir hozirgi davrdagi mesela basmachilik bilan barabar xat ko'chirdi, xat yozdi, kitob ko'chirdi. Shu orqali Ordu sarayının kitaplarını ko'chirdi, pul topdi. O bek cho'ng ishi hamda. Sufyan ibn Uyayna degan kishi oltin misk ambardan yaratilgan bir odamga qarashni bir o'ngni yaxshi ko'rsanglar, Halil ibn Ahmed qaranglar degan. Oltin deb sifatlaganda buni. Bu odamning zoitligidan ayni vaqtdagi bir cho'ng vali Sulaymon ibn Habib degan kishi. Bu Faris Ahvaz hozirgi Eronda. Odam evatibgan mushin bir her ayda berdigan maaş vermeye qilish cho'ng miqdorda qishimga kasimish Orduda ishdi son shahada tadqiqotni ilib borsin desa, bag'an elchiga shu qishidagi quruq to'qashni ko'rsatib, bu quruq to'qash bo'ldi ekan, men bunda valiga ehtiyojim yo'q deb tark etgan. O'zini aytdi. Nimasi borda g'urur va o'qir ustun bunda odamga. Bu qofiya ilmini qanday ijod qilgan deganda, bu odam bir miska bozoriga beribdi bir kunsa, dang tang 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 ovoz chiqayotgan miska bozorda, to'mening ovozi. Shuningdan es qilib, bundan bir qofiya ilmini ijod qiladi deb, shu qofiya ilmini ijod qilgan. Hozirgi shu arab she'riyati shu qofiyaga tushmasa, u she'r bo'lmaydi. Qofiya hamda bir qilib she'rniki.
Şuna aynı vaxtdaki mesela İbn Nedim, Mirzubani, Qatarlıq şagirdləri, başqa ulamalar bunu şu kişilərin ən zahidi, nəfsinə ait güclük, başqa adamga bek bağımda baş egmeydigan mında oqur üstün adam degan sifatlarni sifatlagan. Millet kambag'al o'tganki, bu kambag'al odamniki unda bek o'qurning ustun bo'lishi nadir uchraydi. Lekin shunda bo'lsa, nafs kuchlik odam bo'lg'achqa sabrchan holatda yashab dunyoda ketgan. Shunda qilib men mushning bilan Mahdiyninki hayoti bilan biz tanishib chiqdik. Abbasiylarning 3-xalifasi Mahdining hayoti mushning bilan oxirlashdi. Allah xolsa keyingi darsimizda Abbasiylarning 4-xalifasi bilan tanishib chiqamiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.